bolalarni trans holatiga tushiruvchi multfilmlar haqidagi qo'rqinchli haqiqat aniqlandi. Sizning ham farzandingiz multfilm ko'rish vaqtida zombidek qotib qoladimi? Uni o'chirib qo'ysangiz janjal qiladimi? Buning sababi bor. New York Times xabar berishiga qaraganda, CoComelon kabi multshoular maxsus programma asosida ishlab chiqariladi. Bunday multfilmlarning yaratilishida bolalar o'rtasida yopiq tajribalar o'tkaziladi. Buning uchun bola ikkita ekran qarshisiga o'tkaziladi. Birinchi ekranda yaratilayotgan multfilm qo'yiladi, ikkinchi ekranda esa hayotiy voqealar qo'yib beriladi. Masalan, kofening quyilishi yoki bo'lmasam qushlar sayrashi va hokazo. Bola multfilmning qaysi qismida ikkinchi ekranga chalg'ib qarasa, multfilmning aynan shu qismi qayta ishlanadi. Shu darajada qayta ishlanadiki, farzandingiz diqqatini uzoqmaydigan holatga keltiradi, o'zi xohlamagan holatda ham uni davomli ko'raveradi. Bunga misol multfilmning har 1-2 soniyada almashuvchi kadrlari, o'ta yorqin bo'lgan ranglar va o'ziga jalb qiluvchi musiqasidir. Ha, aytgancha, bunday o'ta yorqin ranglar kazino kabi o'ziga qaram qiluvchi barcha o'yinlarda ishlatiladi. Eng achinarlisi shundaki, CoComelon dunyo bo'yicha YouTube'da eng ko'p ko'rinadigan kanallarning 2-o'rnida turadi. Farzandingizni bolaligidanoq zombilarga aylantirmang. Ushbu videoni farzand tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying.